Assalomu alaykum hurmatli muxlis do'stlar. Mana bizda paxsa qo'yilyapti. Ikkinchi paxsa mana do'stlar. Bu shundoq yonginimizda, hamsoyalimizda. Havoning juda ham yuqoriligi 45 gradus. Qo'yna hela qiynadimi? Yo'q, Ustaga yadamangna ular. ya daryan bir şey yok. Atiye issilarda qiynana yo'qmi paxsa? Ya qiynar mana vazifamiz bor. Mana shu ustamiz hamisha paxsa qo'yish bilan band. Bizlarda mana Tobiston yozning eng issiq kunlarida saratonni ichi. Arif palon yadamonda. Mana Arifxon. Mana yangi mashina keldi. Sizga mehmon ham keldi do'stlar. Yozning issiq kunlarida mana bizda paxsa qo'yilyapti. Hamsoyamiz bo'ladi bu yer. Yangi joy tashladi. Hovli. O'zini yangi hovlisi bu. Hamsoyamizni. Mana bu yigit G'ani. Juda ham korgar, yaxshi. Yaxshimi? G'ani voy deyam sog'mi? Mana shunday qilib qaltaklab uzoq yerdan olib kelib loy ishlaydi. Mana bu yerda g'ishtda ishlagan joyi ham bor. Hovlining boshqa taraflarini paxsa qilib loydan mana shunday qilib berib qo'yadilar. Dayamin sog'mi? Nahil qiynadimi? Qiynadami? Mana sikkatam yana hep bo'lmadi. Yaşamay. Mana elde keteceğim usta bağa bak. Maqadir maya teteldi. Nahil mashhur men bu ustaga? O mashhur. Ustaganın ne kadar sağalmın sen? Ustaga sagale. Ustaga toqayda o usta bu. Usta deri bağa diyor adamlar şunu. O hani koyarsa. Mana ketçisi bular en yetken oğlum mana. Alıp tuttum eşek kalan yani. Rayma qadim. Vallahi usul o G'ani Palvon, o Arif Palvon, Saq Palvon. Ertiden var bir rengin namıda. Bir rengi dikkat et mana. Bolera. Bir şurada mı ya başka yerlerde mi layal yemin? Başka yerde kaynağı layal. Namıda. Oy birden görürüm iyi öldüm diye bir şey yapıyor. İşsin ya. Kaçırmışsın bana. Hayda o Bu zaman. da usta deri bağın nam bu da şartı bu kanun. Kamış köprü bu da ne garip kaldı. Hem özüne iş hem başka neferlere iş tap vereyim. Hava. Yaxşı namıda. Burada yama işin bir adam olmalı. Şimdi çok çakırdı var, bir rengal pasımın da ya. Namıda. Usta deri bağın mutlu sağmasılar, usta deri bağın bu zamanı. Sizleri vağa adamın o namıda. Yok ya adam. Namıda. İşinize. Şükür da. İşinize bereket namıda. Mana shu raqam bizda holatlar ustalarimiz shunday qilib ishlashadi. Do'stlar. Mana do'stlar, bu yerda g'ishtkorlik ham ketyapti. Atroflarni paxsa loy bilan berkitishadi bu yerda. Albatta g'ishtdan qilaman desa juda ham qimmatga tushib ketadi. Shuning uchun
devorlarni g'ishtdan qilib, yon atroflarni paxsadan qilishadi. Afg'onistonda mana shu usta akamiz g'ishtni ham bu yerda shunday qilib o'radi. Mana bu yerda g'isht o'rilishi ham ketyapti do'stlar. Bu uylari shunday qilib g'ishtni o'rishadi. Ahil usta g'inadamin? Ya işler boluveriyor ey. Ertadan beri ishlab yotarding mana buda. Hava. Xo'p. Burada işler boluyor, işlerim uğra baka. Bunun metrinden 150'den aldık da mı metrinden? Metrini 150'den. Hava. Xo'p, bir kunda qancha metr o'rib biladingiz? Bir günde bir 30 metre, 25 metre yürüyordu. Xo'p. Şuna layiq so'ng sizlar bir zat qaliyamin shu. Boluyor ey, bir kapış köprüler, bir 500, 400 gaz. 45 derece ısı 405 için şuncha ishlaydim. Hava. Oynam xudo. Garip kardık etmem hatta da astat işlerim olmuyordu. Bo'lganam xudo. Hava. Ham xudo. Bo'li usta, bo'li yaxshi. Tanıma gitmeli tekbirler, metrine 200 dolarla işip tuğda. Onam xudo. O'zbekistondan ham keldi aytdim. Hava bir gepleşik görüle, bir yerde 500 dolar eken de bir şöyle pulla verin demese. Xo'p. Vay. Bir de 300 dolar yok diye ayttım. Xo'p. Ulan bana haydi üstüne gidip bilem yok hala. Raporların yok da. Xo'p, yaxshi. U yerdan ham keldi, inshaalloh keljekding. Hava. Bo'lganam xudo. Hava. Usta dedi var, mashg'ullar ettik şu yana. Onam xudo. Hava. Mana shunday gaplar. Mana aytib o'tyapti, O'zbekistondan ham bizlarga shunday loy ishlaydi, keling deb aytdi. Lekin hozir qo'limiz tegmayapti dedi. Bo'lya qilib loyni olishadi. Bizlarda do'stlar. Bizning mashhur Mullamin akamiz ishchilarga hormang deb kelgan ekan. Xudo mana ustalarimiz ishlab yotibdi bu yerda. Bir Afg'oniston bizga yaqin hamsoyamiz. Mana hovlilarni ishlab yotibdi shu. Men aka odamang yaxshimisiz? Nima ishlar bilan band? Mana ustakalarning yoniga keldik. Xo'p, xudo. Boshqa payt nima bilan shug'ullanyapsiz? Boshqa payt jorib baylaymiz. Xo'p, Mullamin aka mana shu kunlarda jorib baylayapti. Osipni kanalida ko'p ko'rgan do'stlarimiz bo'lsa, albatta Amin akamiz uchun like bosib obuna bo'lib, albatta kanalimizga hissa qo'shib qo'ying do'stlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Do'stlar, mana Afg'onistonda mana shunday daraxtlar